Hop, assalomu alaykum barchaga. Bugun men Yandex Marketda tovar kartochkani qo'yish, uni qanday qilib kaliti so'zdan foydalanish va eng asosiy narsa uni xususiyatlarini qo'shishda ko'rsatib o'rgatib bermoqchiman. Ko'pchilik o'sha narsaga qiynaladi. Ya'ni, Yandex Marketda bilasiz sal murakkabroq, ya'ni o'ziga nisbatan sal farq qiladi. Masalan, ko'pchilik mana shu narsaga qiynaladi. Bir xilla mana shunaqa, anavi qo'yishga qiynaladi. Mana shunaqa, rang bilan qo'yish deymiz, nimada, uzumda. Ya'ni shunaqa rasm bilan, mana qarang 5 ta xil futbolkani rasmi bilan qo'ygan. Yana отдельно pastda razmeri turibdi 48, 50, 52, 54, 56. Men hozir sizga mana shuni hammasini mana shunday bitta qilib qo'yishni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu darsligimiz o'zi o'quvchilarim uchun edi, lekin buni men YouTube'ga ham qo'ymoqchiman. Manfaatli bo'lsa qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Endi, hozir birinchi qiladigan narsamiz, endi men bunaqa noldan kartochka yaratib o'tirmayman. Menda tayyor tovar kartochka bor, o'shani mana shunaqa gruppa qilib ko'rsataman sizlarga. Mana bu, bitta bizni do'konimiz, Yandex'dagi bunga kiyimlar qo'yilgan. Hozir men sizlarga buni futbolkani emas, bitta shuba qo'yilgan bizda. O'sha shubani anaqa qilishni ko'rsataman, gruppavoy qilishda. Endi men qisqa ko'rsatib ketaman. Video megabayt ko'payib ketsa, YouTube'ga qo'yishda ham, video ko'rishda ham sizlarga muammo bo'ladi. Lekin, batafsil tushuntiraman. Birinchi o'rinda men tovar kartochkani qo'yishni ko'rsatib ketay sizlarga. Birinchi qandaydir tovar kartochka qo'ymoqchi bo'lsangiz farqi yo'q. Yandexga qo'ymoqchimisiz, kirasiz. Mana shu birinchi bu narsa qayerdan boshlanadi? Birinchi mana mahsulotlar bo'limiga kirganingizdan keyin mana katalog bor. Xohlasa shuni bossangiz chiqadi mahsulotlarni. Mana tovarni yuklash bor. Tovarni yuklashni bosib, qo'lda bosiladi. Qo'lda bosilgandan keyin yangi tovar qo'shish bor mana pastda. O'shani bosasiz. Bosganingizda mana shunaqa oyna ochiladi bizda mana pustoy. Men hozir buni sizga to'ldirilgan variantini ko'rsataman. Mana shunda qanday qilib to'ldirilganligini va qayerga yozish kerakligini vaqtdan yutish uchun. Endi mana shubaga kirib olaman men. Tovarni tahrirlash, uch nuqtasi tahrirlash bosiladi. Mana bu endi men bu tovarni qo'ymaganman. Hozir ko'ramiz qanaqa muammosi bor ekan. Qarang. Birinchisiga, nomi. O'zimiz nom qo'yamiz. O'sha rus tilida qo'yilgan mana nomi. Agarda buni mana shu oltmishtadan ko'p qilsangiz, bu yaxshi. Chunki Yandexda tovar kartochkani yuqoriroq ko'tarish uchun bularda ball beradi. Mana ballni ko'rsangiz 92 ball bergan. Mana shu ball 80 balldan baland bo'lishi kerak kamida. 80 balldan bo'lsa o'zi mana bu yashil bo'ladi. Qarang, yashil turibdi. Chunki bu kartochka indeks yozib, sifat yozib qo'yibdi. Bu tovarimiz yuqoriroq ko'rinishiga, klientlarga ko'proq ko'rinishiga sabab bo'ladi. Masalan, mana bu yozgan, mana taki hozir ko'ramiz. Mana o'zi agarda shuni yozib turib, ozgina joy tashlasangiz, srazi mana bunaqa qilib beradi. Bizga mana shunaqa variant chiqarib beradi. Boyagi описаниеda o'qib turib, buni o'zi sun'iy intellekti bor Yandexda. Описаниеni o'qib, o'zi chiroyli nom chiqarib beradi. Bizga endi masalan bu kerak emas, shuni o'zida qoldiramiz mana qo'yilgan nomida. Keyin bu ruscha nomi edi. Ikkinchisi o'zbek tili nomi. Tovar kartochka to'ldirishni o'zi qisqa ko'rsatib ketaman, bo'ldi. Endi kategoriya qo'yishda, kategoriya qarang mana qo'yilgan. Одежда, обувь, аксессуар, одежда взрослых, shuba qo'yilgan. Buni qayerdan olamiz agar siz kategoriya qo'yishga qiynalsangiz, bu uzumdan emas, bitta-bitta kiritilmaydi bu. Bunga, Yandex Market kirasizda, mana buyoqdan qo'ymoqchi bo'lgan tovaringizni qidirasiz. Xuddi uzumday. Masalan, shubani qidirasiz, keyin tovar kartochkani kirib topib olasiz. Mana shu yuqorisi mana shunaqa ko'rsatadi, kategoriyasini ko'rsatadi mana. Mana qarang. Sizga agar mana shunaqa tovar qo'ymoqchi bo'lsangiz, oxirgi kategoriyani olasiz mana copyright qilib. Футболки спортивные для взрослых. Masalan, menga shu kerak, shu kategoriya. Nusxa qilib olasiz Ctrl+S bilan, buni bilasiz oson. Mana kelasizda mana выставить qilasiz. Biz endi o'zgartirasiz deb so'rayapti. Bizga kerak emas. Mana shu yerga bunday kirib выставить qilsangiz, men hozir bitta oyna ochib qo'yayin, sizlarga bir ko'rsatib ketish uchun qulay bo'ladi. Qulay bo'ladi. Tak mana tovar kartochka yuklash, qo'lda yangi tovar qo'shish. Mana shunaqa bo'sh turadi o'zimizda. Men hozir to'ldirilgan ko'rsatyapman sizga. Mana kategoriya bor. Kategoriyaga kirib mana shu boyagi olganimizda выставить qilsak, mana chiqadi. Futbolki спортивный для взрослых. Mana o'sha bizga kerak bo'lgan kategoriya. Birinchida chiqdi. O'shani belgilab qo'yasiz bo'ldi. Shu kategoriya tushadi. Keyingisi mana yerda tovar artikuli bor. Mana esku yozib qo'yibdi. Bu o'sha o'zimiz eskuga nom qo'yardik-ku. Artikul. O'zi bu Wildberriesda ham, Yandexda ham artikul deyiladi. Ya'ni o'zimiz tushunadigan nom. Tovarni o'zimiz tushunadigan nom. Mana shuba 6x qo'yilgan. Endi bu o'zi tushunadigan nom qo'yilgan. Agarda siz boshqa qo'ysangiz ham bo'ladi, o'zi tovarni tushunadigan qilib. Market artikuli buni biz qo'ymaymiz. Keyin IPKU. IPKUni bilasiz, tasnif soliq.uz saytidan olinadi. Bu o'sha tovarni o'zini har bitta tovar o'zining kodi bo'ladi. Buni hamma bilsa kerak. Bu videoni menimcha faqat sellerlar ko'radi, nollar ko'rmaydi.
Yana qisqa hozir bo'lsa ko'rsatib ketaman hozir. Tasnif soliq uzmani. Tasnif soliq uzmanidan shubami, shu kiyimni nima deb qidirsangiz mana shunaqa kod chiqadi. Mana shu kodini olasiz-da, o'shaga ipkuga qo'yib qo'yasiz. Keyin mana chiqaradi. Pol, shubok, женский девочки. Mana shunaqa kategoriya olib qo'ygan ekan. Keyin rasmlarni qo'yib chiqasiz. Rasm kam 4 tadan ko'p bo'lsin. Mana bu ball beradi. Qarang mana 35 xuruj ball deyapti. Bizga xuruj ball bo'lishi kerak. Rasm demak qayerdir nima bo'lib qolgan. Qaysidir rasm 2 marta takrorlangan bo'lsa yoki xira bo'lsa kam ball beradi. Keyin ko'rsatmalar. Bu yerga video qo'ysangiz bo'ladi. Yokida mana bu yerga ham mana yuklashni bosib, ham video ham rasm qo'ysangiz bo'ladi. Bu rasm, videoni razmeri cheklovi yo'q bu uzun Yandexda. Uzunda bilasiz bor, o'sha razmer qo'ysa so'raydi, bunda yo'q. Keyin bu ancha yangilanibdi. Men o'zim ancha bo'ldi tovar qo'ymaganimga. Keyin ishlab chiqarish brend bilasiz, hech qachon qo'yilmaydi. Uzunda ham, Yandexda ham, Viber'da ham. Shtrikod qo'yish, shtrikodni mana bunday qo'yiladi. Mana shtrikod kirganingizda ustiga bitta bosasiz. Mana shu shtrikod mana shu bo'sh o'ynab turadi sizga. Yaratmoqni bosasiz. O'zi shtrikod qo'yib beradi. Mana brend ishlab chiqaruvchi. Buni ham shunday belgisi, savdo belgisi yo'q qo'yib ketasiz. Mana bosib, mana savdo belgisi yo'q qo'yib ketasiz brendga. Ipkuni aytdim. Tovarni endi qisqacha tasnifi. O'sha qisqacha tasnif o'zingiz bilamiz, mana bu birinchisi rus tilida qo'yiladi, mana rus tilida bizga yozilgan shuba deb. Ikkinchisi o'sha narsa o'zbek tilida. Ya'ni tovar tasnifi. Bu klient ko'rgan joyi bu. Undan keyin qadoq holda og'irlik o'lchamlari, ya'ni bu upakovka bo'lgandan keyingi razmer. Ya'ni siz upakovka bo'ldingiz, deylik, mana bu mana shu tovar. O'zi ekran ko'rgan bitta men tekshirib olay, ko'rinyapti. Deylik, mana shu tovar, mana shu tovarni biz upakovka qilgandan keyin, masalan, korobkasida qanday bo'lsa yozamiz. Kengligi, balandligi, uzunligi, og'irligi. Chunki bu Yandexda o'sha grammni hammasi to'g'ri yozsangiz, logistik shunga qarab chiqadi. Joyi keladi 4000 ham chiqadi, joyi keladi 5000 ham, 6000 ham shu hisoblab chiqarib beradi Yandexda o'zi. Keyin yozib bo'lganingizdan keyin og'irligi hammasini keyin pastroqqa tushasiz. Tovar guruhlari uchun tenglar. Mana buni yozish shart emas. Buni yozib qo'yishgan ekan. Buni yozish shart emas. Bu o'zi hech narsa emas. Bu ko'pchilik kalit so'z deb o'ylaydi. Bu kalit so'z emas bu. Kalit so'z qayerda bo'ladi? Yana aytib ketay bir og'iz. Mana shu kalit so'z mana shu tovarni o'z nomida bo'ladi. Yandex shunaqa ishlaydi. Tovar nomida mana qarang, женский shuba kiritilgan bo'ldi. Zima, Ekomeh, universalniy. Черный цвет deb yozilgan. 7x dan 12x gacha universal deb yozilgan. Masalan, buni o'rniga haliga oversize bo'lsa bo'lar edi. Masalan, u ham kalit so'z sifatida ishlardi. Yandex shunaqa. Mana shu kalit, mana shu birinchi rus tilidagi so'zi kalit so'z sifatida ham bo'ladi, lekin unda ko'p kiritib shartlash shart emas. Chunki buni baribir Yandex endi rus tilida bo'lgani uchun buni o'qiydi-da, o'sha birinchini shunga qarab chiqarib beradi. Keyin dальше agarda sizda parfyumeriya bo'ladigan bo'lsa, shunaqa strokli tovar bo'lsa, yozish kerak, kiritib ketish kerak. Bu mana maydonni ko'rsatish qilay mana. Mana shunaqa narsa chiqadi sizda hozir mana bu yerda. Bundan chiqarmikan? Bunda kategoriya kiritmagan chiqmagan hozir bunda. Mana yerda kategoriya kiritganingizdan keyin chiqadi mana shu narsa. Yaroqlilik muddati. Bunda faqatgina yil yoziladi. Masalan, 2 yil, 3 yil, masalan 2 yil yozib qo'yishingiz mumkin. Mana shuni yozmasangiz, keyin qabul qilmaydi tovar kartochkani. Sotuvga chiqarmaydi Yandex. Shuning uchun 1, 2, 3 yil muddati qilib yozib ketasiz. Masalan, xizmat muddati, masalan, kafolat muddati bo'lsa yozasiz, bo'lmasa kerak emas. Lekin eng asosiysi mana shu yaroqlilik muddatini yozish kerak. Yaroqlilik muddatini. O'sha parfumeriyada, ya'ni sirog'li tovarlarda. Dальше. Keyin pastga tushsak, mana da hujjatlar bor. Hujjatlar agar sizda bo'lsa kiritib ketasiz. Boyagi davlat tomonidan bergan, SESdan bergan shunaqa hujjatlarni. Yosh cheklovlari masalan yozib ketishingiz mumkin. Necha yoshdan boshlab foydalanish mumkin. Masalan, bir xil tovarlar bor 18+, bir xil tovarlar bor 16+, bir xil tovarlar bor 10+, o'shani yozib ketsangiz bo'ladi. Bu klient ko'rinadi. Alohida tovar turi. Kattalar uchun tovarlar bo'lsa kirib ketasiz, kerak emas. Bu ham shunaqa boyagi 18+ degani. Ya'ni tovarlarga kiritiladi. Kitoblar, musiqalar, sport ichimliklari, dori-darmonlar, shunaqa ya'ni alohida turkumga kiradigan kitoblar, tovarlar uchun kiritiladi. Dori-darmon, boshqa narsalarga. O'zi kerak emas, bularni biz to'ldirmaymiz. Mana shu hujjatlarni, yosh cheklovini, faqatgina srok godность bo'lsa qo'yamiz, biz qo'ymaymiz. Bu joylar kerak emas. Keyin mana qarang, doim ko'pchilik adashadi. Biz agar gruppovoy qilmoqchi bo'lsak, mana bir nechta variantni bosmaysiz. Faqatgina bitta variant bosasiz. Men sizga oson yo'lini ko'rsataman hozir. Bitta variantni bosib turib, keyin pastga tushsangiz, har bitta kategoriyada, masalan, mana tepada kategoriya kiritdik-ku, shuba degan mana shuba kategoriya kiritgach, kategoriya kiritganimizdan keyin, bilasiz, uzumda 3-oyna bor, xususiyatlari. O'sha oyna bunda pastga tushadi. Mana shunda mana boshlandi. Turkumdagi xususiyatlar. Endi bu hozir o'zbek tilida ko'rsatyapman, rus tilida ham shunaqa chiqadi.
Mana shuni qanchasi to'ldirsangiz mana ball beradi. Qarang 12 ball bergan. Bu hammasini to'ldirib chiqqan. O'sha uchun 12 ball bergan. Shu ball qancha ko'p bo'lsa, shuncha yuqori turadi tovar kartochka. Yana boya aytganman, 92 ball bo'lgan. Agar video qo'yganda bu ham yana ko'payardi. Mana video sifati qo'yish kerak. Mana qaymanda ko'rsatib qo'yibman bu yerdan. Qaysiga necha ball berishi, nima bo'lishi. O'zi hammasi video ekan. Mana video qo'ysa 8 ball beradi. Video qo'ysa bo'ladi, 100 ball bo'ladi, hammadan yuqori turadi shunday. Endi baribir FBS futbolning farqi bo'ladi, lekin futbol birinchi o'rinda turadi. Buni qarang, mana to'ldirib chiqqan, 12 ball bergan, cho'tki zo'r. Buni men qo'ymaganman bu kartochkani. Buni o'quvchimiz qo'ygan. Keyin oversize mana bu yana filtr uchun yana qo'shimcha xususiyatlar boshlandi. Mana bunga yozib chiqqan, mana bunga ham 8 ball bergan, cho'tki zo'r bu ham. Yana qo'shimcha xususiyat boshlanyapti. Tovar haqida batafsil ma'lumot. Mana buni ham to'ldirib chiqqan. Hammasi zo'r, cho'tki, necha gradusdan anaqa qiladi. Mana qarang, mana shu xususiyatlari kategoriyaga qarab chiqadi. Endi bu kiyim uchun mana shunaqa kategoriya chiqadi. Masalan, kim uchun? Jenskiy, ayollar uchun, qaysi sezon uchun, keyin necha razmer, qanaqa tushishi. Masalan, men avtovar qo'yganimda boshqacha kategoriya chiqardi. Masalan, vatini so'rardi, boshqa narsani so'rardi, qaysi moshinaga tushishini so'rardi. Bu esa endi kategoriya qarab chiqadi. O'zi bilasiz xususiyatni hammasini. Keyin pastda narx va sotish shartlari. Qarang. Mana yerda narx va sotish narxlari degan joyda mana yerda chizilgan narx bor. Bu o'sha biz uzumda qo'yilgan baland narx. Ya'ni bilasiz, masalan, birinchi eskuda baland narx qo'yamiz. O'sha masalan, sotmoqchi bo'lgan narximizdan 3 barobar. Masalan, deylik 100 ming sotmoqchimiz. Biz bu yoqqa eskudan 200 ming, 300 ming qo'yamiz. Bunda endi faqatgina o'sha sotmoqchi bo'lgan narximizdan chizilgan narx ham bitta joyda qo'yiladi. Mana ya'ni chizilgan narx 1 million 200 ming qo'yilgan va sotmoqchi bo'lgan narximiz mana bu 719 ming qo'yilgan. Tushunyapsiz-a? Keyin narx mana shu qo'ygan narximiz bo'yicha sotuvga chiqib ketadi. Mana shu narx klient ko'rinadi, zakaz mana shu narxdan tushadi. Keyin pastroqqa tushsak, bu yerda endes so'raydi, bizga endes emas, bizniki. Keyin bo'ldi. Mana shu ish to'ldiriladi. Mana shu ish to'ldiriladi. To'ldirilgandan keyin saqlash bosasiz mana o'ng tomonda. U tovar kartochka tayyor bo'ldi. Rasm qo'yildi, hammasi yozildi. Mana o'ng tomonda mana shu ballni ko'rsatyapti. Ya'ni nimani qo'shsam, yana ko'proq ball berishini. Ball qanchalik ko'p bo'lsa, tovar kartochka shuncha yuqoriroq turadi. Tushunyapsizlar-a? Birinchi biz gruppovoy qilish uchun bitta variant qo'yib olamiz. Mana shu bitta variant qo'yib olamiz. Deylik, mana shu shubani menda deylik mallasi ham bor deylik, masalan, oq rangi ham bor deylik, masalan, ikki xil rangi bor deylik. Men buni nima qilaman? Buni saqlash qilamanda, saqlash qilganimdan keyin mana o'sha tovar kartochkam turibdi, tovar kartochkam turgan bo'lsa, mana как раз mana 3 ta variant qilgan ekan. Shuni ko'rsatib yuboraymi ekan? Yo, mana kiyimni ko'rsata qolay. Endi qara, mana tovar kartochka qo'yilgandan keyin mana shu qo'yildi holati, mana shunaqa bo'ldi. Sizda ozgina vaqt oladi mana bu narsa tasdiqlaguncha, mana bu status ko'ringuncha salgina vaqt oladi. Tasdiqlangandan keyin ba'zi mana rasmlar ko'rinmay qoladi, kirib qaytadan qo'yish kerak. Hammasi qo'yilgandan keyin mana 3 ta nuqtani bosasiz. Mana variantlar guruhga qo'shib chiqadi. Va guruh qo'shib chiqadi. O'shani bosib kiramiz biz o'sha gruppovoy qilish uchun, ya'ni guruh qilish uchun. Sizga mana shu ko'rsataman, qarang. Guruhga qo'shish mana. Qarang, tushunyapsizlar? Mana shu tovar edi. Mana shunda deylik, men masalan oq, qora rasmni qo'shmoqchiman. Yana masalan deylik razmerini bu bitta, bu oversize ekan. Masalan, men buni o'sha 7XL, 8XL, 10XL qo'shmoqchiman deylik. Kiraman, 3 nuqtani bosib, variantlar guruhga qo'shish qilaman. Men endi variant nomini so'rayapti. Bu xuddi bir deylik biz javonimiz bor. Javonda har xil analar bor. Polkalar bor. O'sha polkani masalan nomini so'rayapti. Masalan, qaysi polkaga qaysi kiyim taxlamoqchisiz degan maqsadda. Men tushuntira olyapman. Mana shu yozamiz. Mana shu yerga masalan men Shuba deb qo'yaman. O'zim tushunadigan nom. Shuba. Keyin guruhga o'tishni bosaman. Endi menda mana shu gruppovoy bo'lib chiqdi. Ya'ni o'sha tovarimni bitta qatorga joylab berdim. Mana shu boya qo'ygan tovarim bitta qatorga mana. Mana siz qarang, so'rayapti. Mana mana o'ziga xos xususiyatlari mana. Razmer nasetki mana 8XL, 9XL qo'yilgan ekan bu. Keyin rangi qora rangdagisi qo'yilgan. Mana shu qora rangdagisi mana. Qora rangdagisi. Endi qarang, sizga hozir birinchi razmer qo'shishni ko'rsatayin, osonroq bo'ladi. Mana shu bitta tovar deylik, mana shu bitta futbolka, mana shu bitta shubani razmerini qo'shmoqchiman. Ya'ni mana bunaqa mana bitta futbolkani, masalan bitta futbolkani, ya'ni mana qolgan variantlarisiz mana razmerini qo'shib ko'rsataman. Keyin yoniga bularni qo'shib ko'rsataman, mana bularni. Mana bunaqa boshqa modellarida. Endi darshni davom etamiz. Nima qilamiz biz endi qarang. Mana bu yerda mana shu qator tovarimiz umumiy maydoni, o'sha biz boya to'ldirib chiqqan narsa. Mana bu yerdagi nomi, rus tilidagi nomi boya biz kiritdik-ku. O'sha mana qarang, rus tilidagi nomi.
Mana bu yerda o'zbek tilidagi nomi. Mana bu yerda mana eskusi, mana mahsulot eskusi boya qo'ydik-ku, shu ba 6XL, XL o'sha shtrix kodi, mana bu yerda rasmi, ustiga bossang mana rasmi chiqadi o'sha. Rasmi. Mana bu yerda описанияsi mana. Rus tilida описанияsi, mana bunisi o'zbek tilida описанияsi. Mana bu esa paket bilan o'lchami boyagi kiritdik-ku, o'sha. Mana yerda sotmoqchi bo'lgan narximiz va IPQ kodi, soliqdagi IPQ kod va endi kim uchun? Pol женский. Женскийda qoladi. Endi men buni razmerini qo'shmoqchiman. Menda o'ng tomonda 3 ta nuqta bor. Mana shu tovarimda o'ng tomonda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bosib turib, nusxa yaratishni bosaman. Bunda gruppovoy qilish juda ham oson. Mana qarang. Nusxa yaratishni bosdim. Mana shu tovarimni birga bir qilib nusxa qilib berdi. Nusxa qilib berdi. Endi masalan, men buni endi o'sha masalan boshqasini kiritmoqchiman masalan. Masalan bu 6x yozibdi. Masalan bu 6x masalan razmeri deb qo'yaylik buni. Pastdagini men boya birinchi kiritganimda. Buni endi bunga yana esku qo'shimga mana qarang. Birinchi mana tovarim qarang, ikkita bo'lib qoldi mana. Boya bu birinchi qo'yganim bu, mana ikkita bo'lib qoldi. O'sha ma'lumotlarni ko'chirib berdi. Hamma narsani ko'chirdi, faqatgina nodni ko'chirmaydi, eskuni ko'chirmaydi va manadagi nodni bo'ldi, eskuni ko'chirmaydi, bo'ldi. Qolganini o'zimiz kiritib chiqishimiz kerak. Endi qarang, sizga ko'rsataman. Endi esku qo'yaman. Masalan, bunga endi bu ikkinchisiga nima qo'ymoqchiman? Masalan, buni deylik, shuba, masalan, bu deylik, mana necha nodni qo'ymadim? Deylik, qanaqa tak 10XL qilib qo'yay. 10XL qilib qo'yaman. O'zim bu tushunishim uchun bilasiz, masalan, eskuga nom qo'ysak, o'zimiz tushunadigan nom qo'yamiz. Erta zakaz tushsa ham, hisob-kitobda ham mana shunday ko'rinadi bizga. Mana mahsulot mana shu eskusida. Endi qarang, eskuni qo'ydim ikkinchi xususiyatga. Endi men buni razmer kiritishim kerak. Razmer mana bu yerdan bilaman mana. Razmer насадки. Название свет от производителя. Ya'ni bu mana shu название свет от производитель degan joyi bor. Mana shu narsa bizga mana uchun ishlaydi. Ya'ni mana bunaqa rangi bilan ko'rinish uchun, ya'ni tovarni rasmi bilan ko'rinish, mana 5 xil turibdi-yu, o'sha uchun ishlaydi. Mana bu qator esa mana bu qator. Mana bu razmer va setka esa mana bu narsa. Mana pastdagisi. Tushunyapsiz-a? Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Kommentariyga yozib yuboring. Bu название свет от производитель degan joyi mana bu joyi, razmer setkaga mana bu joyi. Endi qarang, biz kiramiz, o'sha anosi qoladi. Ya'ni rangi qoladi. Chunki biz qora rangni masalan biz 10XL ni kiritmoqchimiz. Mana bosamanda 10 qilaman, chiqmadi. Ya'ni tushunyapsiz-a? Razmerni o'zgartiryapman razmerini. Bosamanda 10XL deyman. Mana 10XL chiqdi. Agarda mana shunda xususiyat bo'lmaydigan bo'lsa, siz qidirgan xususiyat yo'q masalan, 10XL qilib qo'yaman, mana qarang. Hech narsa chiqmadi-ya. Bosib deylik XL. Tak. Chiqmasa, mana chiqar ekan o'zi 10XL, 11XL. Chiqmasa yana yo'li bor, ko'rsataman hozir sizlarga yana keyin. Deylik men qaysini kiritmoqchiman? Bu deylik 10XL, 11XL bo'ladi deyin. Mana qo'yib qo'ydim razmerini. Ko'ryapsiz-a? Ya'ni klient Valvesga kirganda, Yandexga kirganda, mana bu yerda menga qora shubani rasmi turadi va pastda endi 7XL va 10XL turadi. Mana bu narsa turadi. Mana 10XL. Birga men 10XL yozib qo'ydim. Endi masalan deylik, buni endi 3-razmeri ham bor. Masalan, 12, 13 razmeri bor. Deylik. Buni yana 3 ta nuqtani bosib, nusxa yaratish bosamanda, endi 3-razmerni kiritaman. Mana bu yerga endi yana mana razmerga kirgan joyiga mana 3-inchisi mana paydo bo'ldi. Bunga esku qo'yaman birinchi, shuba deyman. Shuba 12 XL qilib qo'yaman. Ya'ni bu o'zim tushunadigan joyi. Bundan keyin razmerni o'zgartirish qoldi. Mana yerdan kiraman-da, mana razmer setkadan mana shu qatordagi, to'g'ridagi borib, endi bunga 12 XL qilaman. Mana 12 XL yo'q ekan, 12 XL o'zini qo'yaman. Ya'ni 12, 13 yo'q ekan, 12 ni o'zini qo'yib qo'yaman mana. Masalan, deylik yana buni endi bu razmer tavakkal kiritib ketyapman. Men bilmayman to'g'risi bu razmerlar bormi, yo'qmi, sizga o'rganish uchun. Yana masalan, deylik buni 13 XL bor. Yana 3 nuqtani bosib, nusxa yaratishni bosamanda, mana yerga endi shuba 13 XL qilaman, mana buni o'zgartirib qo'yaman endi. 13 XL. Mana bor ekan, kiritib qo'yaman. Tushunyapsizlar, razmer kiritishdi. Men bittasini aytish esimdan chiqib ketdi. Hozir biz masalan bu tovar kartochka endi bu mana qarang, rasmlar shu bir xil rasm. Mana shu qora shubani biz faqatgina razmerni o'zgartirib chiqyapmiz, mana shu razmerni. Agar qaysidir bir xil bo'lib qolsa, masalan, mana bu 13XL, mana bu 13XL bo'lib qolsa, mana buni qabul qilmaydi tovarimiz xususiyatini. Ya'ni farq qilish kerak bir-biridan mana shu xususiyatlari. Mana shu oyna, mana shu
o'ziga xos xususiyatlari farq qilishga urinadi. Farq qilmasa qabul qilmaydi Yandex. Xato berib qoladi, undov chiqib qoladi sizda. Endi qarang, manada qora rang turibdi-yu, mana biz endi qorasini qo'ydik, mana shu qorani. Qorani qo'ydik. Mana bu yerda men eski esimdan chiqibdi. Managa shuba qora deb yozib qo'yish esimdan chiqibdi. Chunki men adashmasligim uchun. Chunki men hozir sizlarga aytdim buni, masalan, oqini ham qo'ymoqchiman. Например, shuba qora deb ketaman, qo'shib ketaman bunga. Chunki aytganimdek, o'zim adashmasligim uchun. Qora, shuba qora 10 xl, shuba qora 10. Mana bu endi eski qolib ketdi, shu turishim turadi endi. Например, mana shu 3 xil razmerni qo'ydim. Endi biz mana buni qilib bo'ldik. Ya'ni bitta rasm va mendagi 4 ta razmerni qo'ydik. Mendagi 4 ta razmerni. Например, endi bizdan endi nima qolyapti? Mana ikkinchisini qo'yish qolyapti. Mana shu ikkinchisini qo'yish qolyapti. Buni qo'ydik, mana bu birinchisini qo'ydik razmerlari bilan. Endi ikkinchisini ham razmerini qo'yish qolyapti. Bu ham xuddi shunaqa chiqiladi. Ya'ni qanaqa? Yana boraman-da, любой xohlasam birinchisini yana nusxa yaratish bo'lsaman, nusxa yaratish qilaman. Mana yana shuni menga paydo qilib berdi. Например, buni deylik mallasini qo'ymoqchiman. Endi shuba malla. Bu eski joy bilasizda, shuba malla. Endi birinchi qaysi razmer edi? 8 9 XL. Men buni 8 XL deb qo'yaman. Shuba malla 8 XL qo'yib qo'ydim. Tushunyapsiz-a? Keyin yana o'zgaradigan joyi ko'p bo'ladi endi buni. Chunki biz endi qora emas, endi mallasini qo'yapmiz. Nima o'zgaradi? Kim biladi? Birinchi, rasm o'zgaradi. Chunki mallani rasmini qo'yishimiz kerak endi. Keyin mana bu yerga mana bu название цвет от производителя degan joyga mana malla qo'yishimiz kerak. Malla qo'yishimiz kerak. Keyin razmerda ham razmer shu qoladi. Chunki mana buni endi faqat, ya'ni aytdim boya sizga, xususiyat bir xil bo'lmasin. Masalan, mana qarang, Black 8XL bo'lyapti masalan. Bu ham Black 8XL bo'lsa, mana bu yerda qabul qilmay qoladi, sotuvga chiqarib bo'lmay qoladi. Shuning uchun mana bu yerda endi men malla qilishim kerak. Malla rang qanday edi? Brown deylarmidi? Black brown bo'lsa kerak. Adashmasam. Brown qo'yib qo'yaman. Agarda yo'q, men qidirgan nom bo'lmasa agar, ya'ni men izlayapman, masalan, rang chiqmayapti. O'zim yozsam bo'ladi, masalan, malla deb. Mana malla deb yozaman-da, добавить deb bosib qo'yaman. Endi bu o'zingiz xohlaganingizcha. Ya'ni xohlagan nomingizni yozsangiz bo'ladi deganim. Chunki klient mana bu yerga ko'rinadi. Mana bu yerga kirganingizda, mana bu yerda, mana svet degan joyda mana bu yerda ko'rinadi. Mana ko'ryapsiz, mana bu yozgan mana bu. Puma Black Gold Foil deb yozgan mana shu odam. Puma Black Gold Foil deb yozgan. Black Gold Foil, ha, shunaqa yozgan ekan. O'sha men malla deb yozgan joyga. Siz o'sha malla degan joyga mana shunaqa so'z yozsangiz ham bo'ladi, ya'ni o'zi tushunadigan. Masalan, sizda futbolka masalan Gucci bo'lishi mumkin, Lora Piana, endi bilmayman, Lora Pianami qanaqa bo'lsa, mana yozib qo'ysangiz bo'ladi mana shu yerga. Masalan, malla emas, deylik. Gucci. Voy, to'g'ri yozdimmi? Gucci. Shunaqa yozilarmidi? Gucci qilib mana yozib qo'ysangiz bo'ladi. Например. Masalan, qoraning o'rniga, blackning o'rniga masalan, tavakkal yozib qo'yaveraylik, Lora deb. Lora yozib qo'yishingiz mumkin. Keyin mana ham Lora qilib chiqasiz. Chunki bu pastdagisi faqat qora edi. Mana qarang, bu qora edi. Qorani hammasiga keyin Lora yozib chiqasiz. Masalan, Lora brendiga tegishli bo'lsa. Mana buni ham Lora qilib qo'yasiz. Mana Lora qilasiz mana. Yo'q, men qorada qoldirsa, shuni o'chirib tashlaysizda, faqat qorada qoldirasiz o'sha blackda. Bu ham blackda qoladi. Mana bu endi malla rang bo'lgancha buni brownda qoldiramiz. Qani brown mana. Endi qarang. Bizda hozir o'zgargan narsa, razmer o'zgarmaydi, chunki xuddi shu razmerlar bor. Mana shubada faqatgina rang o'zgaryapti va eskus o'zgaryapti. Bo'ldi. Endi masalan yana qarang, endi ishim oson bo'lishi uchun, mana qaytadan razmer kiritmaslik uchun men nima qilaman endi? Boya buni nusxa olgandim. Endi yana bitta hali rasmni o'zgartirmadik-ku. Mana rasmga kiramanda, mana shubani rasmidan o'chirib tashlayman yoki almashtirish bosaman. O'chirib tashlang, qulay, hammaga oson bo'lsin. O'chirib tashlayman va yana o'chirib tashlayman. Endi mana o'chirib tashlagandan keyin mana fayl tanlash chiqadi. Bu yerga video ham, rasm ham qo'ysa bo'ladi. Fayl yuklashni bosamanda, deylik, menda endi hozir shubani rasmi yo'q menda. Bitta любой narsani rasmini qo'yib ketaveraman. Ko'ngillarga olmaysizlar. Masalan, kolonkani qo'yaman, malla. Например. Например, shu qo'ydim. Ikkinchi rasmga mana shu kolonkani ikkinchisini qo'yib qo'yaman. Mana buni qo'yaman deylik, orqasini. Siz yana aytgandek, kamida 4 ta rasm bo'lsin. Endi siz masalan men bu yerga o'zi shubani malla rangini qo'yishim kerak edi, lekin menda endi shuba rasmi bo'lgani uchun malla kolonkani qo'yib ketdim va qo'llashni bosaman mana. Mana rasm o'zgardi. Endi men ishim yana oson bo'lishi uchun nima qilaman? Yana 3 ta nuqtani bosib,
nusxa yaratish bosaman-da. Endi bunga ham yozaman. Birinchisi 8 XL bo'ldi, keyingisi 10 XL bo'ldi. Bunga ham yana yozaman. Shuba 10 XL malla yozishim chiqibdi. Shuba malla 10 XL. Va endi mana nima qoldi? Bir o'rinda qoldi, to'g'ri. Endi mana o'zgartirishim kerak. Bunisini o'zgartirishim kerak. Tushunyapti-hammi? Mana bosaman-da 10 XL yozsam, mana bu pastda nima kiritdim? Bir xil bo'lishi kerak endi. Chunki mana bunaqa ko'rinishi uchun. Mana bunaqa ko'rinishi uchun, mana bu bir xil ko'rinishi uchun meni mana bu yog'im bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni mana pastdagi 10 XL bilan bu yoqdagi 10 XL. 10 chiziqcha 11 XL. Qaysi edi mana? 10 chiziqcha 11 XL mana birinchisi edi. Buni shunda qoldiraman. Endi yana menda ham keyingi razmer qaysisi? 12 XL. Yana mana bu 3 nuqtani bosaman. Nusxa yaratishni bosaman. Yana nima o'zgaradi? O'zgargansa faqat endi razmer o'zgaradi. Bunda endi 12 XL. Mana 12 XL va manadagi eskusi. Eskusiga pastga nima qo'ygandim? Shuba qora 12 XL bo'lsa, bunga shuba malla 12 XL qilaman. Ya'ni qarang, ko'payib ketyapti-ku bu. Shuncha ko'p bo'ladi. Tovar karta shuncha ko'payib ketib qoladi tovar kartaga. Bu esku ko'payyapti. Yandex shunaqa ishlaydi. Ya'ni siz bitta tovar kartaga qo'yapsizmi, 4 xil razmeri bormi? Mana shunaqa 4 ta bo'ladi mana. Qarang, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'ladi. Qorani o'zi. Mallani o'zi mana shunaqa 4 ta bo'ladi. Yana nusxa olishni bosaman. Nusxa olish bo'lsa mana 4 ta bo'ldi. Mana buni ham kiramanda, yana keyingisi necha edi? 13 XLmi? Mana yana kirib 13 XL qilaman. 13 XL. Mana 13 XL. Eskuni qo'yaman. Shuba malla 13 XL. Tushunyapsiz-a? Hammamiz tushunyaptimi? Mana shunday. Mana ya'ni bitta mana shu oddiy futbolkani deylik, mana shu futbolkani o'zini ko'paytirib chiqasizmi? Qarang, 5 ta 5 xil bo'lgan. Yana har birovi 5 tadan bo'lganda, ya'ni mana shu futbolkani o'zi 25 ta bo'lgan. Mana shu yerda, mana shu yerda 25 ta bo'lgan. Hozir bu yerda nechta bor? Hozir 4 ta 8 ta bo'ldi mana shu. Ya'ni o'sha shubani men malla va qorasini qo'ydim. Va 4 xil razmerini. Shunda menda 8 ta bo'lyapti. Mana futbolkani o'zi esa, mana shu futbolkani o'zi, mana shu joyda 25 ta bo'lgan. Tasavvur qiling. Har bittasi mana shunday qo'yib chiqqan o'sha sotuvchi. Bu oson bu. Bitta nusxa olasiz, kirib ketaverasiz. Eskuni, manadagi razmerini va manadagi nom qo'yib ketasiz. Masalan, o'ziz. Masalan, mana bu yerga masalan, birov emas, o'zim aytdim-ku, qo'shsangiz bo'ladi yangi xususiyat qilib. Masalan, aytganimday, Lora Pianomi, qaysi brend bo'lsa, men endi kiyimga sotmaganman, tushunmayman. Brendini qo'yib ketaverasiz masalan. Pastdagisiga ham boshqa bo'lsa, boshqa qo'yib ketasiz. Xuddi shunaqa oson bu. Mana shu название Svet от производитель degan qator bo'lsa bo'ldi. Mana shu qator bizga mana shunaqa rasm bilan chiqarib beradi, mana shunaqa. Mana shunaqa rasmlar bilan chiqarib beradi. Razmer esa o'zi har bitta kategoriyada bo'ladi o'zi mana shu. Mana shu razmer har bitta kategoriyada bo'ladi. Keyin buni bo'lgandan keyin, mana shu bo'lgandan keyin delik qo'yib bo'ldingiz, hamma joyi cho'tka, rasmni o'zgartirdingiz mana mallalarnikini. Agarda yana sizda oq rangi bo'lsa, yana 3 ta nuqtani bosib, buni emas, endi mana bosaman yana birinchi. Farqi yo'q qaysini bossangizda ham, lekin men mana bu kiritmaslik uchun birinchi shuni nusxa qilib olishni bossam, menga mana tayyor ma'lumot qo'shib beraman mana bu 8 XL'larni. Yana bosamanda yaratish qilaman. Mana tepada yana paydo bo'ladi. Tepada mana shu qora rang bilan qarang, qora shuvolim paydo bo'ldi. Yana kirib bunga yana rasmlarni yo xohlasam almashtirish qilsam ham bo'ladi. Almashtirish qilib turib, endi bunga masalan oqini deylik. Yana oqqa nima kiritsam ekan? Nima bor ekan? Agar pultni cholib qo'yib ketaman. Mana masalan pultni qo'ydim. Qolgan masalan o'chirib tashlayman. Например, o'chiraman. Mana oq qo'yildi. Qo'llashni bosaman. Mana bu qo'yildi. Mana yerga nima qilaman? Eskuni qo'yaman. Shuba, oq. Birinchi razmer qaysi edi? 8 XL. 8 XL. Bu eskusi, buni hamma biladi, mahsulot modasi. Eskusi bu. O'zim tushagan nom. Qo'ydim. Endi nima qoladi? Mana bu yerda razmeri to'g'ri turibdi. Chunki birinchi razmeri X8 XL edi. Keyingisi 10 XL qo'yib ketasiz o'zgartirib. Faqat mana bu yerdagi название Svet qolyapti. Mana shuni boshqacha qo'yishim kerak. Chunki bir xil bo'lsa yana qabul qilmayman aytganimdek. Ko'rganda oq nima edi? White'midi? Mana white chiqdi. White deyiladi. Yana xuddi shunday qilib yana 3 nuqtani bosib ko'paytirib ketaverasiz. Har bitta razmer, har bitta rangi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni qora rangda mana shuncha, mana tovar malla rangda masalan shuncha bo'ldi. Endi bu tovarni men qo'ymayman, chunki men faqat bu shubani faqat mana hozir bor. Sizga qanday qo'yish ko'rsatdim va mana tepada o'ng tomonda ko'rsangiz xatolar tekshirish bor. Ya'ni mana shu tovar ichida qayerda xato qilgan bo'lsangiz ko'rsatib beradi. Mana bitta bossangiz, mana qarang, xato bo'libdi mana bu yerda. O'lcham noto'g'ri kiritilgan. Demak 13 XL degan mana yozib qo'ydi.
Biz nashr etmaymiz deyapti mana qarang. Shu ikkita xato bor, 13xlingda mana ikkovi xato bor deyapti. Agar men buni bilmay, nashr etishni bosib yuborganimda, mana shu ikkita razmerimdagi tovarim sotuvga chiqmay qolardi. Endi bu kategoriya, bu razmer yo'q bo'lgani uchun bizga chiqarib beryapti. Buni tak 13 qilib qo'yaman prosta hozir. XL bo'lmagani uchun. 13 da 13 qilib qo'yaman bo'ldi. Buni ham 13 qilib qo'yaman. Chunki endi bu 13 razmeri yo'q. Siz boshqa nimaga kiritsangiz, futbolkalar balki XL, mana XL ham chiqadi, mana yozsa. Mana XL chiqadi mana. XL yozishingiz mumkin. Avvalgi XL yozishingiz mumkin. Mana 2XL yozishingiz mumkin. Mana shu razmerlarga xohlagan narsa kiritsangiz bo'ladi. Mana shu o'zi chiqarib beradi. Shunday yozsangiz chiqarib beradi. Mana bitta tekshirish bosamiz. Endi mana bu o'zgartirib qo'ydim, mana yerda o'zi yozuvdim. Aytgandek bir o'zi to'g'rilab qo'yaverasiz. Endi bu 13XL yo'q ekan, shuning uchun chiqarmadi. Uzog'i 12XL gacha ekanda bu keyin bu kategoriyada. Xatoni tekshirish qilamiz mana. Mana qarang. Birlashtirish xatolari yo'q. Xohlasangiz deyapti, nashr qilamiz deyapti. Ya'ni tovar kartochka mana shu hozir mana shu tovar kartochkam bitta edi. Hozir nechta bo'ldi? 9 ta bo'ldi endi. Chunki bitta rangidan 4 ta razmer, ikkita rangidan 4 ta razmer, 3-chi rangdan bitta qo'ydim. 9 ta bo'ldi. O'sha 9 tani hozir men nashr qilishni bosib yuborsam, mana shu nashr qilishni, bu Yandexga sразу qo'yib yuboradi. Ya'ni tovar kartochkam 9 ta bo'lib qoladi. Tushunyapsiz-da? 9 ta bo'lib qoladi. Mening ishim ko'payib ketadi keyin. Endi men buni qo'ymayman, chunki menga hozir qo'ysam bu menga yana o'chirib chiqishim kerak. Ish ko'p. Hozir buni qilingandan keyin qanaqa bo'lishini hozir ko'rsataman sizga. Mana shunday qilinganlari bor, o'sha razmer bilan qo'yilgan. Men buni yo'q deyman, qo'ymayman deyman, X ni bosdim. Ya'ni mana shuni bosib nashr qilishni bosganingizdan keyin sizda mana bunaqa oyna ochiladi. Chiqish qilamiz, o'chib ketadi hamma ma'lumot. Boya kiritib chiqaman, hammasi o'chib ketdi, bo'ldi. Chunki menga kerak emas edi. Mana tayyor bizda kiritilgani bor. Endi men ham ko'p kiyim qo'ymaganman. Tak, ikkita variant qo'yilgan ekan, ko'ramiz qani. Qarang endi. Siz ana shunaqa gruppa qilib bo'lganingizdan keyin, gruppa qilib bo'ldingiz, chotki. Endi o'shani deylik, siz endi yana to'g'rilamoqchisiz, yana masalan qo'shmoqchisiz yoniga, yana boshqa masalan rangi kelib qoldi, boshqasi kelib qoldi. Keyin mana qarang, mana pastda mana variant chiqadi. Qarang, ikkita variant deb ko'rsatyapti. Mana shunda endi agar men qo'shib yuborganim bo'laydi, balki tovar kartochkam mana 9 ta turardi. 9 ta variant deb. Chunki 9 ta bo'lgan bo'ladida. Mana qarang, 3 ta variant, 3 ta variant, 3 ta variant. Mana ya'ni mana shu uchalasi bitta tovar kartochka bo'lgan, mana shu uchalasi. Bitta tovar kartochka bo'lgan mana shu uchalasi. Shuning uchun ham mana 3 ta variant ko'rsatyapti. Endi tak. Keyin yana bitta narsa bor, guruhlashda. Masalan, mana shu uchovini guruhlash qilmoqchi bo'lsam, mana shu uchovini bosib turib, mana bu variantlar guruhga qo'yish qilsa ham bo'ladi. Uchovini bitta guruhga qilib beradi. Bu yerda keyin to'g'rilab qo'yaman. Qayerda bir xil bo'lsa, faqatgina mana kategoriya bir xil bo'lishi kerak, kategoriyasi. Shapki. Endi hozir ko'ryapsizlar, dars o'tish qanchalik odam energiyasini oladi, qanchalik vaqtni oladi. Shuning uchun men offlaynda tugatmoqchiman. Mana shuni onlayn qilib qo'yishim mumkin. Aytganimdek. Lekin hozir kursim yo'q. Kurs so'rashda hojat yo'q hozir mendan. Mana qarang, hozir ikkita variant qo'yilgan. Tak. Endi qarang, mana shuni men to'g'rilash uchun, mayda gruppasini to'g'rilash uchun 3 ta nuqtani bosib, endi variantlarni guruhga qo'shishni qilmayman, chunki bu qo'yilib bo'lgan bu. Endi variantlarni boshqarishni bosaman. Boshqarish bosganimdan keyin menda boyagi oyna ochiladi mana. Mana shu joyi ochildi menga. Mana bittasi qora rangda bo'lgan mana, bittasi rozoviy rangda bo'lgan mana, rozoviy rangda. Mana razmer kiritilgan 42, 44 qilib. Xuddi mana shu oyna ochiladi. Ya'ni bu boyagi aloqa qilganingizdan keyin, masalan, men buni yana razmer bo'lsa, yana 3 ta nuqtani bosib, nusxa yaratishni bosib, mana yana qarang, rozoviyni masalan 42, 44 qo'yilgan. Rozoviyni. Masalan, buni bo'lishi mumkin, 45 bo'lishi mumkin. 45 razmer yo'q bo'lgan. Nimada o'zi chiqarar ekan qani? Tak. 45 emas. Tak. 50, 58, 40, 42, 40, 42. Endi men razmerlar kiyimlarini tushunmayman. Tak, 50 ga 52, 40, 42 ni kiritib qo'yaymi, mayli. Bunisiga ham 40, 42 ni kiritib qo'yaylik. 40, 42. 40, 42 mana. Bu to'g'ri-ku, bu men adashdim, uzr, kechirasizlar. Bu 42, 44 edi bu, chunki bu o'zi bor. Edi bu. Bor tovar kartochka edi. Ya'ni men buni gruppa qilganim uchun buni 40, 42 qilib qo'ydim, ya'ni qo'shimcha xususiyat qilib. Va o'sha yana xatolar tekshirishni bosib, mana qo'ymayapman esku. Bunga endi bomber
Pushti 40 yozib qo'ysam bo'ladi. O'zim tushunadigan nom bu. Mana nihoyatdan boya xato tekshirib bosganimda bunaqa to'ldirmaganim uchun nashr qilmadi. Agar keraksiz bo'lsa, menga umuman qo'ymoqchi bo'lmasam mana shu qatorni, uchta nuqtani bosib, guruhdan olib tashlashni bosaman, mana yo'qoldi. Mana shu tovarimdan hozir qoldi. Shu oldingiz. Va nashr etishni bosganimdan keyin bu anaqa o'tib ketadi va mana tovarim kartochka mana ko'payib qoladi. O'sha masalan bitta futbolka, bu aytdim-ku, 25 ta bo'lganmi, siz mana 25 tovar kartochka paydo bo'lib qolaman. 25 ta paydo bo'lib qoladi. Masalan qarang, mana shu tak, mana shu futbolkani sizga ko'rsataman. Tak. Ko'rsataman. Tak. Mana sizga ko'rsatayin, hozir bitta kiyim emas, mana buni ko'rsatib ketayin. Mana 12 ta variant bo'lgan mana shu bujuteriya. 12 ta variant bo'lgan mana. Marketda ochish qilaman mana. Qarang, nechta mana bilan qo'yilgan. 12 ta bo'lgan. Bu ham qanday qo'yilgan? Bu faqatgina rang bilan qo'yilgan mana. Variantlarni boshqarish. Mana kirganingizda bunda faqatgina nima qilasiz? Mana rangni o'zgartirib chiqasiz, bo'ldi. Mana bu rangni. Mana bu yog'i har xil bo'laveradi mana. Har xil rasmdagisi, har xil turkumdagisi, mana bu boshqacha, bu boshqacha. Mana eskusi ham har xil qo'yilgan. Mana shu eskuni ham har xil qo'yishingiz kerak. O'zingiz tushunadigan nom. Masalan, mana o'zimiz tushungan nom qo'yganmiz. Braslet jemshug qo'yganmiz, braslet g'ildirak qo'yganman, braslet barg seri qo'yganman, braslet ZZ deganni qo'ygan ekanman. Braslet 4 burchak yozganman, ya'ni o'zim tushunadigan nom. Mana shu farq qilish kerak, keyin mana buyoqdagi rang farq qilish kerak. Mana qarang, mana rang название цвет от производитель. Mana shu o'zgartirib chiqqan bo'ldi. Mana ikkovi qarang qo'yilmagan mana ikkita xususiyat. Bular kerak emas, chunki menga faqatgina mana bu rangi bilan ko'rinishi uchun faqatgina mana shu rang har xil bo'lsa bo'ldi. Agar mana bu ham pink, bu ham pink bo'lib qolsa, xato berib qoladi, keyin sotuvga chiqmay qoladi. Hammaga tushunarli bo'lyapti? Menimcha tushunarli bo'lyapti. Xuddi shunaqa qilib keyin xatoni tekshirib bosib qo'yib bo'ladi. Agar mana qarang, mana pink qilib qo'yaman mana shuni. Pink qilib qo'yaman, pink, mana pink qo'ydim va mana xatoni tekshirib bosaman. Mana qarang, mana chiqib qoldi mana. Pink. Xato qilding, to'g'rilab qo'y deyapti. Ko'ryapsiz-a? Mana shunday xato bo'lsa sotuvga chiqmay qoladi. Shuning uchun buni yana boyiga kiritib qo'yaveraman. Bu menga faqatgina bunday ko'rinadi mana. Mana qarang, svet degan mana gold turibdi mana. Mana bunday qarasangiz, mana buni ustiga bossam mana pink chiqadi mana bu pinkda. Ya'ni qaysi rangda turganini ko'rsatyapti. Bunga aytganda o'zim yozsam bo'ladi. Masalan, mana pinkni o'rniga masalan nima yozsam bo'ladi? Endi klient tushunadigan, masalan, qanaqadir modeli bo'lishi mumkin, mana shu bujuteriyani ham qanaqadir bir sifati bo'lishi mumkin. Shuni yozsangiz bo'ladi. Masalan, endi probasini yozishingiz mumkin, nimasini yozishingiz mumkin. Ya'ni klientga ko'rinadi bu mana shu joy. Mana shu, mana qarang, pink turibdi. Mana bunda mana pinkda ko'rsatyapman. Pinkda mana shu tovar turibdi mana. Ko'ryapsiz-a? Shu turibdi. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, o'zi zapis qanday ketyapti o'zi? Zapis ketyapti, hammasi chotki. Menimcha hammaga manfaatli bo'ldi bu. Chunki Yandexda juda ko'pchilik so'raydi, tovar kartochka qilishdi, mana shuni gruppoy qilishdi. Qiyin deb o'ylaydi. Boshidan men mana shu Yandexni ochilgan paytida, ochilgan emas, bu vaqt yolg'on bo'lmasin, aprelda ochilgan bo'lsa, men qachon kirdim? Iyulda boshlandim. Shu paytda ham konkurensiya kam edi. Men kirgan paytda ko'pchilik kirmagandi. Kirib, srazi tovarlar qo'yib, kirib tovarimni qo'ygan paytda meni kategoriyamda hech kim yo'q edi. Zo'r savdo qilganman, Allohga shukr. Yaxshi meni ko'targan mana shu savdo. Birinchi men savdom Yandexdan boshlangan. Yandex uchun ham yaxshi ko'raman. Meni yaxshi daromadga chiqargan va bu yaxshi tomon pul tezroq tushirib beradi. Ya'ni vikul bo'lgandan keyin, bir kundan keyin. Ya'ni klient olib ketgandan keyin bir kundan keyin pul tushirib beradi. Yaxshi tomoni shunda. Undan tashqari ham ko'p plyuslari buni. Endi hozircha savdo sal tushib qolgan, lekin kam-kam bo'lyapti. Endi kutib qolamiz yangiliklarni. Agarda savdo yaxshi yurib ketsa, bizga yaxshi. Kimga yaxshi? Sizlarga yaxshi. Qilavering. Yandex qiling, Uzum qiling, Viber qiling. Hozir ham bor, hozir ham 4 ta, 5 ta zakaz tushib turibdi, yo'q emas. Ish qilib hammasini qilaversangiz, qaysidandir bitta zakaz tushib turadi, o'zingizga plyus. Menimcha manfaatli bo'ldi. Hammaga menimcha qo'llab-quvvatlab qo'ysalar, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Tushunmagan joyingizda yana kommentlardami yoki Telegram kanalimga o'tib so'rasangiz, endi ko'proq shaharda bo'laman, YouTube'ga kamroq kiraman. Mana shu sizlar uchun shuncha mana harakat qildim. Joninglar sog' bo'lsin. Поддержка qilib qo'yinglar. Keyin yana videolar qilish uchun, yana nima qilish uchun bizga ham, menga ham energiya bo'ladi. Chunki men ham hozir tovar kartochka qo'yishim kerak edi. O'shani qo'ymay, mana shu birdaniga dars qilib berayin, hammaga manfaatli bo'lsin deb qo'ydim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska, like bosib qo'yinglar, esingizdan chiqmasin.